qog'oz bor, ruchka bor, tabiat bor, daraxt bor, tuproq bor, suv bor. Aytish kerak. Ichida aytish bilasizmi, o'zi bilan yuzlashishdek. Shuning uchun ham g'iybatni yaxshi ko'radi ayollar. Nega? Aslida u o'zi bilan yuzlashishi, shu g'iybat shaklida o'zini ichidagilarni aytib oladida, oho, shuncha nafratim bor ekan shu insonga nisbatan. Shuncha g'azablanar ekanman deb hech bo'lmasa shu haqida biladi. Kimdir haqida gapiradi, lekin o'zi haqida o'rganib boradi aslida. Shuning uchun ayollar albatta yozish kerak, chizish kerak, nimadirda ifodalash kerak. Chunki ayol tabiatida yaratish bor. Yaratish uchun esa bir nimani buzishingiz kerak. Shuning uchun ham erkaklar tizim yarataveradi, ayollar uni buzib kelaveradi. Chunki unga arg'imchoqlar, karusellar kerak. U hayotni tinch holida qabul qila olmaydi. Bu asrlar davomida shunaqa. Albatta. Men chiroyli taxlab qo'yardim dasturxonni. Onam kelib, baribir ayollarda kelib qovunni boshqacha, tarvuzni boshqacha qilib ketardilar. Undan oldin meni ijodim edi. Undan keyin onam ijod. Bundan ozroqdan keyin opam kelib to'g'rilab ketadilar. Ya'ni hammani o'zini nigohi bor. Erkak kishi bitta qaraydi, ha shu ekan deb yeb ketaveradi. Tizim, ularga tartib kerak.